kun botishini qarang, qanaqa chiroyli. Lekin undan ham bitta chiroyli narsa bor. Mana shu yer 10 sotixlik yer sotilar ekan. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumanida Oydin Obod mahallasida, ya'ni xullas Kalso desa ko'pchilik bilishadi, o'sha joyda ekan. Yo'lni ustida joylashgan, mana shu ko'chalarni ham ko'rsataman. Ungacha bitta like-ni bosib qo'yasiz. Ya'ni yer izlayotgan, biznesimga qanaqa qilsam ekan degan hoji akalar, tanishlarga hammasiga jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'ladi, rahmat, baraka, barakalla deb boradi. Mana yo'lni usti. To'ytepa, ya'ni Nurafshonga 1,5 kilometr. City, mana ko'ryapsiz, City tegib turibdi, ko'ryapsizmi? Qanchalik ko'rsatyapman kamerada. Tashmoriya, Toshkent dengizi bu yoqda. Xullas, Oqqo'rg'onga qarab ketaverish. Mana yo'lni usti. Qanaqa narsa qilsa bo'ladi, qanaqa biznes qilsa bo'ladi, buni nima deydi? O'zlaringiz ideya qilib olasizlar. Xudo xolasa mana shu joylarda yaxshi bizneslar qilib yoki chiroyli xonadon tushsa ham qarang, qanaqa go'zal bo'ladi. Nima deysizlar o'shanga? O'shaning uchun bitta like tirslatib qo'ying. Pulliga urib, barakasi yog'ilib, pulni xatga qo'yishni bilmasdan ehsonlar qilib, shunaqa yuring. O'shaning uchun tanishlarga jo'natib qo'ying. Mana shu joy xullas 8 mingdan deyishyapti, o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari ham bor. Pastda egalarining raqami.